Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bizda 84-dars, ya'ni kasrlarni taqqoslash mavzusi. Ushbu mavzuni uy vazifalarini qanday qilib bajarishni ko'rib chiqamiz. Darsimizni 10-mashqni ishlashdan boshlaymiz. Mashq sharti quyidagicha ekan. Hop, aytayaptiki bizga sonlarni noto'g'ri kasrlar ko'rinishida yozing, kasrlarni o'sish tartibida joylashtiring deyilgan. Hop, noto'g'ri kasr eslatib o'taman. Bitta sizga surat bilan mahraj ko'rinishda bergan bo'lsa, kasrimiz mana bu ko'rinishda. Mahraj. Hop, noto'g'ri kasr bo'lishi uchun surat mahrajdan katta bo'lishi kerak yoki teng bo'lishi kerak. Mana bu ko'rinishda bo'lishi kerak. Hop, demak, mashqni ishlashni boshlayman. A shartimizdagi kasrni yozaman. 7 dan 2 da berilgan. Demak, 7 dan 2 degani kasrni o'qish jarayonida pastdan tepaga qarab o'qilgan, ya'ni mahrajdan suratga qarab. Mahrajga 7 ni qo'yaman, suratga 2 ni yozaman. Hop, ushbu kasr to'g'ri kasr. Demak, buni noto'g'ri kasr ko'rinishda yoza olmaymiz. B shart. 1 ni yozaman. Butun qismi va aytyapti 7 dan 3. Demak, 7 ni mahrajga yozaman, 3 ni suratga yozaman. Va buni noto'g'ri kasrga aylantirishim kerak. Buning uchun nima qilaman? Bir quyi eslatib o'taman. Mahrajni o'zini doim yozib olasiz va mana bu butun qism turibdi-ku 1. 1 ni 7 ga ko'paytiraman. Suratda bajarasiz bu ishlarni. Bir qo'shuv, suratdagi sonni o'zini qo'shaman. Demak, 1 ni 7 ga ko'paytirsam 7, unga 3 ni qo'shaman. Taqsim 7. Natija 10 taqsim 3. Demak, bu bizga yakuniy javob, ya'ni 10 taqsim 3 ga aylandi kasr. Keyingi shartimiz D shart. Hop, D shartimizda aytayaptiki 2,7 dan 1. 2 ni yozib olamiz. 7 ni mahrajga yozaman, suratga 1 ni yozaman. Demak, kasr chizasiz va 7 ni yozib olasiz. 2 ni 7 ga ko'paytirasiz. Bu ishlarni albatta suratda bajarasiz. Qo'shilgan suratdagi son 1. 2 kare 7 necha bo'ladi bizda? 14 bo'ladi. 14. Hop, qo'shuv 1 taqsim 7. Demak, bizda 15 taqsim 7. Hop, tanlab olish qiynalmasligimiz uchun buni ham bo'yab qo'yaman. Yakuniy javob bo'lganligi uchun. Keyingi shartimiz bizda E shart. Hop, E shartimizda nima deyapti? 3,7 dan 6. 3 ni yozasiz mana bu joyga, 7 ni yozamiz mahrajga va 6 ni suratga yozaman. Demak, hop, kasr chizgan holatda 7 yozib olasiz mahrajga. 3 kare 7 qo'shilgan 6. 3 kare 7 21 qo'shuv 6 bo'ladi va mahrajda 7 bo'ladi. Javobimiz 27 taqsim 7. Demak, buni ham yozib oldik. Keyingi shartimiz endi F shart. F shartimizda 1 butun deb, ya'ni 1 ni o'zi. Hop, buni qanday qilib kasr ko'rinishida yozaman? Mahraj 7 bo'lishi kerak. Hop, 1 bo'lishi uchun nima qilish kerak? Demak, hop, suratga ham 7 ni yozish kerak. Sabab kasr chizig'i bo'lish, ya'ni 7 ni qanday songa bo'linsa 1 chiqadi deymiz? 7. Demak, bu 7 taqsim 7 ko'rinishda bo'ladi. Keyingi kasrimiz, shartimiz deylik mana. Hop, bizda G shart ekan keyingi shart. Aytayaptiki 5 butun, ya'ni 5 ni o'zi. Buni shunda kasr ko'rinishda yozishim kerakki, mahraj 7 bo'lishi kerak. Qanday yozaman? Demak, e'tiboring 5 degani 5 ko'paytiruv 7 taqsim 7 degani. Shunda 35 bo'luv 7 bo'ladi va 5 bo'ladi. Demak, 35 taqsim 7. Demak, buni ham bo'yab qo'yaman. Mana bizda kasrlar paydo bo'ldi, ya'ni noto'g'ri kasr ko'rinishda yozib oldik. Endi nima qilamiz? Endi bularni o'sish tartibida joylashtiramiz. Hop, o'sish tartibi haqida ham bitta eslatib o'taman. O'sish tartibida nima degan? 1, 2, 3, 4. Mana shu tartibida yozishni o'sish tartibi deb ataladi. Hop, endi bizda kasrlar bor. Eng kichik kasr qaysi? Eng kichik kasrni mahrajga qarab tanlab olaman. Keling, yaxshisi kasrlarni yozib chiqaylik. Mana 2 taqsim 7, 10 taqsim 3, hop, 15 taqsim 7. Yana qaysi kasr bor bizda? 27 taqsim 7, 7 taqsim 7 va hokazo 35 taqsim 7. Hop, e'tibor beramiz. Barcha kasrlarni mahraji mana bu joyda bittasini 10 taqsim deb xato yozib qo'yamiz. 3 bo'lmaydi. Mana shu joyni o'chirib to'g'rilab qo'yaman. 10 taqsim 7. Hop, mana bu joyda ham aynan shuni xato yozib qo'yganman. 10 taqsim 7. Hop, hammasini mahraji bir xil, ya'ni taqqoslashda mahrajga suyanishni hojati yo'q bu joyda. Hop, men e'tiborimni qaysiga qarataman? Har bir kasrni suratiga qarataman. Ya'ni mana shu joyda surati eng kichik kasrlarni tanlab olib, navbati bilan yozib ketaman. Hop, eng kichik surat bu joyda 2. Demak, 2 taqsim 7 ni yozaman.
Hop, 2 dan keyingi, 2 dan ko'ra kattarog'i mana bu joyda 7 berilgan. 7 taqsim 7 yozaman. Mana bu joyda endi 10 taqsim 7. Uni ham yozib olaman. Keyingisi 15 taqsim 7. Uni ham yozib olaman. 15 dan keyin kattasi qaysi? 27. 27 taqsim 7 yozib olaman hamda 35 taqsim 7. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Demak, qadrli do'stlar, biz ushbu mashqni muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa bemalol o'tishimiz mumkin. Bizda 11-mashq aytayaptiki, mashqimiz sharti Jasur o'zining sevimli kitoblarini tarozida tortdi. Mowgli kitobining massasi 750 grammni tashkil etadi. Bu ertaklar to'plamidan 64 gram yengil. Detektiv hikoyalar to'plamidan esa 461 gram og'ir. Bu 3 ta kitobning massasi, birgalikdagi massasi qanday? Hop, bizga ma'lum bo'lgan, ya'ni aniq o'lchami, massasi ma'lum bo'lgan yagona kitob Mowgli kitobi. Hop, yozib olaman demak buni. Mowgli. Demak, Mowgli kitobining massasi 750 gram. Endi ikkinchi kitob qaysi bizda? Bizda ikkinchi kitob ertaklar to'plami. Ya'ni ertaklar to'plami haqida gap ketyapti. Keling, uni yozaylik. Ertaklar to'plami. Hop, endi Mowgli kitobi ertaklar to'plamidan 64 gram yengil. Ya'ni ikkita kitob bor. Bittasi ertaklar to'plami, ikkinchisi Mowgli. Mowgli 64 gram yengil bo'lsa, ertaklarni topishni nima qilaman? Mana shu 750 ga 64 ni qo'shib olaman. Ya'ni yengil bu Mowgli kitobi hisobidan qo'shish kerak. 64 ni qo'shadigan bo'lsam 814 gram bo'ladi. Yozamiz 814 gram. Keyingi kitobimiz qaysi kitob ekan? Detektiv hikoyalar to'plami. Yozaman, detektiv hikoyalar to'plami. E'tibor bering. Endi shart aytayaptiki, Mowgli kitobi detektiv hikoyalar to'plamidan 461 gram og'ir. Demak, bu joyda Mowgli kitobi detektiv hikoyalar to'plamidan og'irroq. Detektiv topishni nima qilish kerak? Demak, ayirish kerak. Nimadan ayiramiz? 750 dan ayiramiz 461 ni. Hop, 750 dan 461 ni ayirib olaman. Natija 289 gram. Va bizda oxirgi shart qoldi. Oxirgi shartda nima deyapti? Bu 3 ta kitobning birgalikdagi massasi qanday deyilgan. Hop, birgalikdagi massani qanday topar edik? Birgalikdagi massani topish uchun biz qo'shib chiqishimiz kerak. Demak, hop, 750 bu Mowgli kitobi, qo'shamiz unga. Ertaklar to'plami 814 gram, uni qo'shamiz va detektiv hikoyalar 289 gram. Demak, mana shu 3 ta kitobni yig'indisini topishimiz kerak. 750 ga 814 qo'shib olaman. 1564 chiqadi. Yozamiz 1564 qo'shilgan 289. Unga qo'shaman 289 ni. Natija 1853 gram. 3 ta kitobning javob yozib qo'yamiz. Javob sifatida kitobning birgalikdagi massasi 1853 gram. Demak, qadrli do'stlar, biz ushbu topshiriqni ham muvaffaqiyatli yakunlab oldik. Navbatdagi darsimizda 85-mavzuni ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.